Sen o'zi menga shogird deging sizda bormi? Ha, nimaga endi fikring o'zgarib qoldi? Ha? Nimaga fikring o'zgarib qoldi? Bizni sohamiz juda qiyin ekanmi? Senga o'xshagan yo'g'on baquvvat bolalar bizga kerak endi. Endi polvonda mana tipik singan, tipik bilak suyagi pastki qismidan singan, sinib siljib qolyapti. Endi bolalarimizda 70, 80, 90% joy kelib qolsa ham o'sha bitib ketadi, qiyinchilik bitmaydi. Endi bu bola oldingi tanish bilish bo'lib qolganiga ideal qilishga harakat qilyapmiz-da. Mana zo'r. Mana shuni ushlab turamiz endi. Bu bolamizni oldin operatsiya qilganmiz. Qancha bo'ldi operatsiya qilganimizga soningizdan? 1 yil bo'ldi. Qandaydir mana biz klinika kelishni yaxshi ko'rasan-da, yo attila qilasanmi? Attila qilasan-a menimcha? Afida ketdik, sraz rentgen xonasiga. Ko'ryapsanmi? 5 ta odam seni olib kelyapti mana. 5 ta odam seni olib kelyapti. Syomkalar bilan mana. Bu bola bitta ko'rib berasiz mana. Ozgina bosib qo'yamiz ekan, hozir shashmay turing. Oling-chi. Mana shu chiqsin. Singan joy ideal turibdi mana, sinmagandek. Bo'ldi, endi bu chiroyli qilib bezaklab berib qo'yamiz senga. Yaxshilab. Xudo xohlasa 20 kunda olib kelasiz, bitgan holatda bo'lish kerak. Xo'p? 20 kunda kelasan. Xo'pmi oldimga? Bitta kulchi menga qarab. Mana kul. Ha, bo'ldi, kuldi mana. Samimiy holatda bo'lamiz.